Bugun sizlar bilan Abdulloh domlalar masjidiga qanday borishni o'rganamiz. To'g'ridan do'stlik chegarasi bor. Shu do'stlik chegarasi orqali o'tilinadi. Mana Qirg'iziston chegarasiga kirib kelyapmiz. Qirg'iziston chegarasidan o'tgandan keyin inshaalloh taksiga chiqib, Alimtepa masjidiga boramiz. Yuborsang o'zingni yoningga yubor. Chaqirsang o'zingni qoshingga chaqir. Yuborsang o'zingni yoningga yubor. Chaqirsang o'zingni qoshingga chaqir. Ko'zimdan o'tolmay sarkashda g'ubor. Nomingni aytganga najot bor. Mana aziz birodarlar,